payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam onalarini 6 yoshlarida yo'qotdilar. Onalari Madinadan Makkaga safar qilayotib Al-Abwa degan joyda vafot etgan edilar. Oradan 50 yil o'tib, 50 yildan ko'proq vaqt o'tib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinadan Makkaga yo'lga chiqdilar. Katta bir karvonda payg'ambarimizga ko'plab sahobalari yo'ldoshlik qilayotgan edilar. Al-Abwaga yetgan paytlarida payg'ambarimiz karvonga to'xtashni buyurdilar. Payg'ambarimiz u zotga yaqin bo'lganlar bir necha sahobalari bilan volidalari o'tgan joyga yurdilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir qabrning yoniga borib o'tirdilar va bir muddat jim qoldilar. Keyin yig'lay boshladilar. Yig'larkanlar butun vujudlari titrardi. Yonlarida turgan sahobalar ham payg'ambarimizning yig'layotganlarini ko'rib yig'lay boshladilar. Ular Xotamul Anbiyo nima uchun yig'layotganlarini bilmasdilar, lekin payg'ambarimizning ko'z yosh to'kayotganlariga chiday olmay yig'lar edilar. Umar raziyallohu anhu payg'ambarimiz yoniga bordilar. Orqalaridan quchoqladilar va tinchlantira boshladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlariga keldilar. Shunda sahobalar: "Yo Rasululloh, sizni yig'latgan narsa nima edi?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz o'sha qabrni ko'rsatib, "Mana bu onamning qabri" dedilar. "Bu yerga kelsam, onam yodimga tushadi" dedilar. "Onamni sog'inaman, shuning uchun yig'ladim." Payg'ambarimiz onalar rihlat qilgan paytda bor yo'g'i 6 yoshda edilar. Onalari bilan qancha vaqtni birga o'tkazgan bo'lsalar, oradan 50 yil o'tib, bu paytga kelib payg'ambarimiz bobo bo'lgan edilar. Allohning rasuli edilar. Lekin onalarini sog'inib, ular uchun achchiq ko'z yosh to'kyaptilar. Birodarlar, opa-singillar, onalarimizdan shikoyat qilishimizdan, ulardan nolishimizdan avval ularning qadriga yetaylik va borib onasi bo'lmaganlardan so'raylik. Onalari bilan bir lahza birga bo'lish uchun qancha sarflagan bo'lardilar? Onangizni bugun ziyorat qildingizmi? Ularga bir og'iz shirin gap aytdingizmi? Ularga qo'ng'iroq qildingizmi? Agar o'tgan bo'lsalar haqlariga duo qildingizmi?